Shavkat Mirziyoyev va Donald Trump uchrashuv o'tkazdi. Strategik sheriklik yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Joriy yil 6-noyabr, O'zbekiston vaqti bilan 7-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan AQShda bo'lib, Washington shahrida AQSh prezidenti Donald Trump bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Suhbat Oq uydagi Oval kabinetida bo'lib o'tdi. Oval kabinetga kirish diplomatik ramz hamda ishonch belgisi ekanligini ham shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. AQSh Oq uyining Oval kabineti bu nafaqat prezidentning ishxonasi, balki faqat eng yaqin strategik hamkorlar qabul qilinadigan diplomatik jihatdan yuqori maqomli joydir. Har bir yetakchining bu yerda qabul qilinishi AQShning o'sha davlat bilan munosabatlarga bergan ishonchi va ahamiyatini ko'rsatadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun bu juda noyob imkoniyat, chunki tarixan AQSh rahbarlari bu mintaqa bilan ko'p tomonlama formatlarda, masalan C5+1 uchrashuvlarda uchrashib kelgan, lekin Oval kabinet darajasidagi ikki tomonlama qabul juda kam hollarda sodir bo'lgan. Uchrashuv davomida tomonlar O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy hamda mintaqaviy hamkorlikni yanada chuqurlashtirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, o'tgan sentyabr oyida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgani aytilmoqda. Prezidentlar savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiyalarni jalb etish, innovatsiyalar, energetika, infratuzilma, IT va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. Mintaqaviy xavfsizlik, jumladan C5+1 formati doirasidagi hamkorlikni mustahkamlash ham muhokama markazida bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklikni yangi bosqichga ko'tarish zarurligini qayd etib, Amerika biznesi uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilayotganini ta'kidladi. Suhbat yakunida prezident Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif etdi. Uchrashuv strategik sheriklik yangi bosqichda degan sarlavha ostida yoritildi. Bu O'zbekiston-AQSh munosabatlarining yangi davrini boshlab beruvchi muhim voqea sifatida baholanmoqda. Mazkur muloqot ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni yanada rivojlantirish, mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi.